Ko'pchilik O'zbekistonda oyiga $1000 daromad topish qiyin deb o'ylaydi. Statistika bo'yicha O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi $500 ga to'g'ri keladi. Millionga yaqin insonlar esa hozirgi kunda ishsiz hisoblanadi. To'g'ri, hozirgi kunda o'z ustida harakat qilib, ishlab, bundan ham yuqori daromad qilayotganlar bor. Lekin juda ko'pchilik nimadir ish qilmasdan yoki ishida o'smasdan bir joyda qotib qoladi. Qo'shimcha nimadir kasb qilib, oyiga $1000 daromad topish nereal deb hisoblashadi. Aslida unaqa emas. Men o'zim 2019-yil dastlabki $1037 pulimni ishlab topganimda bu unchalik qiyin emasligiga ishonch hosil qildim. Va atrofimda har xil kasbdagi, har xil yoshdagi insonlarga mana shu kasbni o'rgatishni boshladim. Ular ham hozirgacha oyiga $1000, $5000, $10000 dan pul topib kelishyapti. Shulardan kelib chiqib, bu videoda sizga Amerikan YouTube orqali oyiga $1000 daromad topishni qadamlarini ko'rsatib bermoqchiman. O'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ladi. Videodan keyin siz YouTube sohasini to'liq tushunasiz va oyiga $1000 pul topish qadamlarini bilib olasiz. Sizga tushunarli bo'lishi uchun mana shu ketma-ketlikda rejalar asosida ko'rsataman. Hozir nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi bo'lib, YouTube o'zi nimaga pul to'laydi degan savolga javob qidiramiz. Ikkinchi o'rinda esa Amerikan YouTube o'zi nimaligini ochiqlaymiz. Undan keyin noldan natijaga chiqadigan 5 ta qadamni sanab beraman. Va oxirgi bo'lib $1000 ga chiqish strategiyasini sizlarga taqdim etaman. Birinchi bo'lib, YouTube nega pul to'laydi degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Oddiy qilib tushuntiraman. Tadbirkor YouTube'ga uni reklama qilish bo'yicha pul beradi. YouTube esa bu reklamani oladi, sizni YouTube videoyingiz ustiga joylaydi. Shu orqali sizga pul to'lab beradi. Navbatdagi slaydda ko'rishingiz mumkin. Mana bu 20 daqiqalik video va har minutiga mana reklamalar joylashtirilgan. Mana shu reklamalarni tomoshabinlar ko'rgani uchun sizga pul to'lab beradi. Xuddi televizorda siz kino ko'rib o'tiribsiz, o'rtada nimanidir reklamasi chiqadi. Shu reklamani siz ko'rasiz va televideniya bundan pul topadi. YouTube ham shunaqa sistemada ishlaydi. Xo'p, YouTube'ni qanday shartlar beradi? O'zi YouTube daromad topish uchun juda ham oddiy, bor yo'g'i 1000 ta obunachi 4000 soat tomosha vaqti yig'ish kifoya. Agar long formatdan ketadigan bo'lsangiz. YouTube ishlaydigan pullar qayerga tushadi? AdSense degan YouTube'ning partneri bor, o'sha joyga tushadi va o'sha joydan sizga to'lab beradi. Google AdSense nima? Bu sizning pullaringiz saqlanib turadigan joy va bu joy orqali siz har oyning 21-sanasida pulingizni olasiz. Bu esa meni o'zimni Google AdSense'imdan screenshot, buni nimaga ko'rsatyapman? Sizga bank orqali kelayotgan pul aynan mana shunaqa kvitansiya, ya'ni orqali keladi va bu kvitansiyada Google dan deb keladi. Siz rasmiy ravishda Google ishchisi bo'lasiz. Endi ko'pchilikda bo'ladigan savol, YouTube monetizatsiyasi halolmi degan savol bor. Endi bu yerda hech qanaqa ikkilanish bo'lishi kerak emas. Sababi men o'zim O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasiga xat bilan chiqib, YouTube'dan monetizatsiyadan pul topish halolligi to'g'risida fatvo olganman va buni video formatda qilib Telegram, YouTube sahifalarimizga joylaganmiz. Qancha soliq to'laymiz? Bu ham juda muhim. Sababi boshlayotgan ishingizda qancha soliq to'lashingizni bilishingiz juda ham muhim. YouTube'dan daromad topish uchun siz o'zini band qilgan shaxs sifatida MySoliq.go platformasidan ro'yxatga o'tib qo'ysangiz bo'ldi. 1 milliardgacha atigi 1% soliq to'laysiz. Shu joygacha nimalarni ko'rib chiqdik? Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, demak siz oddiy video tayyorlayapsiz, uni YouTube'ga yuklayapsiz. YouTube unga reklama qo'yadi va shu orqali pul olasiz. Bo'ldi. Shunaqa sodda rejimda ishlaydi. Amerikan YouTube o'zi nima? AQSh auditoriyasiga mo'ljallangan kontent. Qisqa qilib aytganda, sizni tayyorlayotgan videoyingizni Amerika fuqarolari ko'rsa, sizga ko'proq pul beradi. Nimaga aynan Amerikan YouTube deyiladi? Sababi AQShda 300 milliondan oshiq auditoriya bor va u yerda har bir 1000 prosmotrga to'lanadigan pullar nisbatan ko'proq. Global trendda ko'pincha hozir o'sha Amerikada rivojlanadi.
viral kontentlar esa o'sha joyda tez tarqaladi. Qaysi davlatlar qancha to'laydi? Endi faqat Amerika bo'lish shartmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, unaqa emas. Boshqa davlatlar ham yaxshigina pul to'laydi. Hozirgi rasmda uni ko'rib olishingiz mumkin. Boshlash uchun nima kerak? Oddiy. Kuniga 1-2 soat vaqt, telefon va internet. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda odamlar 30 yil, 40 yil ishxonaga, avtobusga borib kelishga erinmaydi, lekin 1-2 soat o'z ustida ishlab, 2-3 oy davomida yangi kasb o'rganib, daromad qilishga erinadi. Bitta narsani aytishim mumkin, YouTube'da natijaga chiqish uchun sizga 40 kundan 6 oygacha vaqt ketishi mumkin. Xuddi bu maktabda 20 nafar bitta sinfda odamlar o'qiydigan bo'lsa, bolalar o'qiydigan bo'lsa, o'shalarning hammasi ham a'lochi bo'ladi degan emas, yoki ularning hammasi ham bitta narsani tez o'rganib ketadigan degan emas. Xuddi shunaqa YouTube'da ham kimlardir juda tez o'rganib, tez o'zlashtirib, tez natijaga chiqadi, kimlarga esa ko'proq vaqt ketadi. Bu hammasi o'zingizning harakatingizga bog'liq. Keling endi siz bilan hozir YouTube'da $1000 daromadgacha chiqishgacha bo'lgan 5 ta qadamni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam yo'nalishni to'g'ri tanlash. Bu juda ham muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun birinchi qadamga qo'yganmiz. Xo'p, yo'nalish tanlashda o'zi yo'nalishlarning 3 xil turi bor. Ya'ni hozirgi kunga kelib telefonda qilinadigan yo'nalishlar, ya'ni oddiy telefon orqali qilib YouTube'ga yuklanadigan video kontentlar. Ikkinchi toifa yo'nalishlar bu kompyuterda o'yin o'ynab, ekran zapis qilib qo'yiladigan kontentlar. Va uchinchi toifa, hozir zamonaviy yangi qo'shilgan yo'nalishlar bu sun'iy intellekt yo'nalishlari hisoblanadi. Aynan siz mana shu 3 ta yo'nalishdan bittasiga kirishingiz kerak, ya'ni katta yo'nalishlar. Qaysi yo'nalish tanlashda nimaga e'tibor berish kerak o'zi deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizda mavjud bo'lgan qurilmalar, o'shalarga e'tibor bering. Ya'ni siz qo'lingizdan kelmaydigan yo'nalishga yopishib, ya'ni o'zingizda yo'q qurilma talab qiladigan nishaga yopishib, u joyda natijasi qolib ketgandan ko'ra, o'zingizda hozir nima bor? Aytaylik, sizda telefon bormi? Yoki kompyuter bormi? Yoki siz sun'iy intellektni sotib olishga sizda mablag' bor. Endi o'shandan kelib chiqib yo'nalish tanlash kerak bo'ladi. Va ikkinchisi to'g'ri vaqt ajratish. Misol uchun, qaysidir yo'nalishga 2 soat vaqt ketadi. Qaysidir yo'nalish qilishga 1 soat vaqt ketadi. Oldin o'shani o'lchab oling va siz har kuni o'sha vaqtni ajrata olish imkoniyatiga egamisiz o'zi? O'shani ham o'lchash kerak. Ba'zi birovlar 6 soat ketadigan montajga yo'nalishlarni tanlab qo'yadi va o'zini asosiy ishlari qolib ketib, o'sha 6 soatlik montaj qilgan yo'nalishga kirib qoladi-da, unga vaqt ajrata olmay qoladi. Bir kun 1 soat ajratadi, bir kun 6 soat, bir kun 2 soat va natijada o'sha YouTube'dan daromadsiz qolib ketadi. Bunaqa bo'lmasligi uchun siz o'zingizga, aynan shaxsiy sizga mos bo'lgan yo'nalishni tanlash mana shu juda ham muhim. Va eng asosiysi, siz tanlagan yo'nalish hozir viralmi, ya'ni ommabopmi? O'shanga ham e'tibor berish kerak. Ikkinchi qadam kontent tayyorlash. Siz yo'nalishni tayyorlab, tanlab bo'ldingiz, o'zingizga o'sha ajratadigan vaqtingiz aniq bo'ldi. Endi qarang. Endi siz kontent tayyorlashni o'rganishingiz kerak. Endi o'sha YouTube'ga yuklanadigan videolar qanaqa tayyorlanadi va unga nimalar kerak? Men sizlarga hozir ommabop kontent tayyorlash uchun kerak bo'lgan narsalarni aytaman. CapCut. Siz kompyuterda montaj qilasizmi, telefonda montaj qilasizmi? CapCutda ishlashni o'rganib olishingiz kerak. Mukammal bilish shart emas. Oddiy boshlang'ich. Qanaqa qilib kesadi, qanaqa qilib orqa fonni oladi, qanaqa qilib musiqani ajratadi, qanaqa qilib misol uchun green screenlar qo'yish mumkin. Oddiy narsalarni o'rganib olishingiz kerak. Professional tarzda mukammal o'rganish talab qilinmaydi sizdan. Va yana bitta hozir zamon talabi sun'iy intellektlarga bo'lgan ko'nikmani oshirish. Misol uchun kerak bo'ladi ChatGPT. ChatGPT sun'iy intellektni sizga sun'iy intellekt yordamida kontentlar tayyorlashda promptlar, g'oyalar, video g'oyalar, videolar uchun obloshkalar tayyorlashda yordam beradi. Keyingi yana bitta sun'iy intellekt bu ideogram. Ideogram sizga boshqalarda mavjud bo'lmagan rasmlarni tayyorlashga yordam beradi
va ideogramda tayyorlangan rasmlar sizga o'zingizga tegishli mualliflik huquqini taqdim etadi. Ya'ni YouTube birovni videosini olib qo'yishga juda ham qarshi. Endi siz ideogramda rasm tayyorlaydigan bo'lsangiz, u rasm muallifi siz bo'lasiz va hech qayerdan olingan kontent deb sizda muammo bo'lmaydi. Va o'sha rasmlarni harakatlantirish uchun, animatsiyalar yaratish uchun sizga Kling.ai sun'iy intellekti kerak bo'ladi. Kling.ai siz bergan rasmni harakatlantiradi va unga animatsiya beradi. Mana shu oddiy 3 ta sun'iy intellekt va bitta montaj programmasini o'zini o'zlashtirishingiz sizga kifoya. Juda ham mukammal o'rganish yoki Premiere Pro yoki boshqa mukammal narsani o'rganib chiqish unaqa boshlanishiga shart emas. Xo'p, davom etamiz. 3-qadamga ham keldik. Kelinglar, 3-qadamga o'tishdan oldin men sizga 1 va 2-qadamni yana bir bor tushuntirib o'taman. 1-qadam to'g'ri yo'nalish tanlash. Misol uchun nima yo'nalishdan ketasiz va 2-qadam o'sha tanlangan yo'nalishda montaj qilishni to'liq o'rganib olishingiz kerak va undan keyin kanal ochishingiz kerak. Hozirgi kunda 90% YouTube'ni boshlayotganlar oldin kanal ochadi, keyin yo'nalish tanlab, keyin montajni o'rganadi va natijasiz qoladi. Aslida ular noto'g'ri strategiyadan ketayotgani shu joyda ham o'z isbotini topyapti. 3-qadamga xush kelibsiz. Endi do'stlar, kanal ochishni gaplashamiz. Kanalni to'g'ri Gmail ochishdan boshlash kerak. Ko'pchilik kanalni ochdim, bo'ldi, nomer uladim, bo'ldi yoki ichki sozlanmalarni to'liq sozlamaydi. Ya'ni bu narsani ham o'zini tartib, qoidasi, uquvi bor. Shunchaki Gmail ochib siz daromadga chiqib keta olmaysiz. Gmailda ichki sozlanmalarni ham to'liq sozlab chiqishingiz kerak. Va ichki sozlanmalarni sozlagandan keyin, undan keyin kanalni tashqi sozlanmalari bor. Endi tashqi sozlanmalari bu tashqi ko'rinishi, logotipi, banneri, keyin yoziladigan o'sha tek opisaniyalari mavjud bo'ladi. Ularni joylash bo'yicha biz bepul video darslik chiqarganmiz. Bemalol ko'rib, to'g'ri, xolasangiz telefonda, xolasangiz kompyuterda mana shu YouTube kanalni to'g'ri sozlab olsangiz bo'ladi. Ko'p gapirib olgan bo'lsam, sizlarga qiyindek tuyulayotgan bo'lsa, aslida bu juda ham oson va juda ham kam vaqt oladi. Hozirgi kunda juda ko'p videolar internetda tarqalgan. VPN bilan ochish, proxy bilan ochish, Amerikaga borib ochib kelish, Koreyaga borib ochib kelish yo'q do'stlar. O'zbekistonda turib, juda ham qisqa vaqt ichida siz o'zingizni shaxsiy YouTube kanalingizni to'liq ochib, sozlab tugatsangiz bo'ladi. Buning uchun hech qanaqa vaqt, ortiqcha to'lov kerak emas. 4-qadam kanalni to'g'ri yuritish. Xo'p, kanalni ochib ham oldik deylik. Endi uni biz to'g'ri yuritishimiz kerak. Ya'ni maqsadimiz sari, daromad sari to'g'ri olib borish. Endi buni gaplashib o'tamiz. Video yuklash. Biz kontent tayyorlashni o'rganib olganmiz, kanalni to'g'ri ochganmiz, endi video yuklashni boshlaymiz. Video yuklashda o'zini tartib qoidalari bor. Bular juda ham oddiy. Misol uchun siz YouTube Studiodan yuklasangiz yoki Google Chrome'ni yuklasangiz, YouTube Post'ni yuklasangiz ham birgina plus tugmasi orqali bosasiz va tayyor videongizni telefoningiz galereyasidan yoki kompyuteringiz pamyatidan shundoq ko'rsatib yuborasiz bo'ldi. YouTube uni o'zi yuklab oladi, obработка qiladi va tomoshabinga mos qilib, kadrlarni tartibli joylab o'zi taqdim etadi. Video yuklashda sizni videolaringiz ko'proq prosmotr olish uchun SEO optimizatsiyasi muhim, ya'ni videoning nomi va bu yerda videoning ustidagi rasmi muhim. O'shalarni sozlab qo'yasiz va analiz qilib trenddagi mavzularda kontent qilish. Analizni juda ham oddiy, oson usulini o'rgatib qo'yaman hozir sizga. O'zingizni tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha 5 ta YouTube kanalni obuna bo'lasiz, kuzatasiz va ular har kuni qanaqa kontent qilayotgan bo'lsa, shularni bir-biriga kopiya qilmasdan, shularga o'xshatib kontent qilib YouTube'ga tayyorlab yuklashni boshlasangiz, sizda ana tayyor auditoriya bor. Tayyor analiz qilish juda ham oson. 5-qadam monetizatsiya yoqish va pulga ulash. Bo'ldi. Endi monetizatsiya yoqish juda ham oson. Siz shartlarni bajargandan keyin YouTube Studioda monetizatsiya bo'limiga kirganingizda yoqish tugmasi chiqib turadi. Yoqish tugmasini bosasiz
va AdSense bilan birlashtirib yuborasiz. Uzog'i 24 soat ichida YouTube sizni kanalingizni pulga ulab beradi. YouTube Studio qanaqa ishlaydi? Bu sizni YouTube kanalingizning ichki statistikalarini ko'rib turadigan, videolar joylashganini ko'rib turadigan, video yuklaydigan joy hisoblanadi. Xuddi bu Yandex programmasiga o'xshagan, boshqa dasturlarga o'xshagan, ya'ni admin bo'limi va tashqi ko'rinish bo'limi hisoblanadi. Bu har bir YouTuberda bor. Siz kanal yuritganingizda o'sha joydan bemalol o'zingizni statistikangizni ko'rib tursangiz bo'ladi. AdSense ochish, sozlash, ulash bu juda ham oson. AdSense nima deydigan bo'lsangiz, sizga pul beradigan joy. AdSense sozlash uchun siz u joyga kirasiz, ism familiyangizni yozasiz, pasportingizni kserokopiyasini jo'natasiz, bo'ldi. Shunaqa qilib yoqib beradi va kod chaqirtiriladi Amerikadan. Kod nima u? 2 hafta, maksimum 40 kun ichida keladi. O'zingizni uyingiz adresini kiritib qo'yasiz va Google AdSense'ga siz Swift hisobi ochib qo'yasiz. Istalgan bankka borsangiz, Swift ochib berish mutlaqo bepul. Borasiz, bittagina pasportni berasiz, Swiftni ochadi, bir varaq qog'oz beradi. O'sha qog'ozdagi ma'lumotlarni, u yerda nima ma'lumot bor desangiz, sizning hisob raqamingiz muhim bo'ldi. Hisob raqamingizni kiritasiz, bankingiz nomini kiritasiz, o'zingiz ismi familiyasini bo'ldi. 3 ta narsa asosiy. Shu kiritiladi, tamom. Unaqa murakkab narsa emas. Eng asosiy e'tibor beradigan joyi quyidagi 5 ta qadamda men o'z o'quvchilarimga mana shu qadamlarni amalga oshirishda shaxsan o'zim yordam beraman va ular birinchi marta qilayotgani hisobiga xato qilib qo'yish imkoniyatini yo'qotamiz va biz professional tarzda o'sha bosqichma-bosqich qadamlarni sozlashda, o'sha kanal ochishi bormi, yo'nalish tanlashi bormi, monetizatsiyani yoqishimi, pul yetishimi hammasiga o'zimiz bosh-qosh bo'lib turamiz. Xo'p, 5 ta qadamni qilgandan keyin ko'pchilik menga yozadi, Bayram aka, men shu 5 ta qadamni qildim, lekin men $1000 daromadga chiqmadim. To'g'ri, hamma ham $1000 daromadga chiqmasligi mumkin. Kimdir $100, kimdir $200, kimdir 1000, 10.000, 5000 har xil ishlaydi. Lekin hozir men sizlarga agar siz daromadingiz kam bo'lib qoladigan bo'lsa, aniq 1000 ga yetkazib qo'yadigan yana bitta maslahatimni berib ketaman. Va bu maslahat sizga bitta kanal $150 ishlasa, ikkinchi kanal 200, uchinchi kanal 500 ishlasa, o'sha 3 ta kanal qilib turib, o'sha kanaldan tushayotgan pulni bitta AdSense'dan yechasiz. Ya'ni har bitta insonga bitta AdSense bo'ladi. 3 ta kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, 3 ta kanalning puli bitta AdSense kamyonga tushadi va shu joydan har oyning 21-sanasida borib olsangiz bo'ladi. Juda ham oddiy ishlash prinsipi. Men shaxsan o'zim har oyda 10.000, $15.000 pul yechaman. Bu bitta kanaldan emas. Bu 3-4 ta kanaldan tushayotgan summani pullar. Men o'zimni daromadimni oshirish uchun 3 ta, 4 ta kanal yuritaman va unga stabil video yuklab, o'shalarning daromadi birlashib keladi va men mana shunaqa oyga katta pul yechaman. Bu katta pul yechishi yana bitta strategiyasi. Bu joyda nimaga e'tibor berish kerak? Daromadni o'stirishga. Qanaqa qilib siz endi o'sha $1000 ga chiqdingiz, $1000 ni $2000 qilmoqchisiz. Bu paytda siz mana bu strategiyani ishlatasiz. Faraz qiling, sizda 3 ta kanal bor, 3 ta kanal pul ishlayapti va 4-kanalni ochasiz va 4-kanalni daromadga ulaganingizdan keyin o'sha 4-kanalingiz masalan aytaylik $200 pul topadigan bo'lsa, boyagi $150 pul topib turgan kanalni shundoq sotib olasiz yoki uni yuritmasdan bitta joyga qo'yib qo'yib, eng ko'p pul ishlayotgan kanalingizni yuritishda davom etib ketasiz. Mana shu strategiya orqali siz kanallaringizni daromadini oshirib, daromadi past bo'lgan yoki pul ishlamay qolgan kanallarni o'yindan chiqarib yuborish evaziga daromadingizni birinchidan stabil ushlab tura olasiz, ikkinchidan oshirib, o'stirib borishingiz mumkin. Juda ko'pchilik mana shu ish qilmagani uchun ularda o'sha har oyda stabil $1000 daromad qilish imkoniyati yo'q. O'ylaymanki, bu video hammaga tushunarli bo'lyapti. Endi boshlayotganlarga ham, hozir boshlab davom ettirilayotganlarga ham endi men sizlarga umumlashtirib, mana shu 5 ta qadamni qisqa qilib yana bitta takrorlab sanab beraman. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz to'g'ri yo'nalish tanlash. Ikkinchi o'rinda o'sha tanlagan yo'nalishga video tayyorlashni o'rganib olish va 3-o'rinda YouTube kanalni ochamiz. 4-o'rinda uni monetizatsiyaga ulaymiz va 5-o'rinda daromadimizni o'sha $1000 daromadga olib chiqib qo'ysak bo'ladi. Mana shu ketma-ketlikni bajaradigan bo'lsangiz,
va sabr bilan o'z ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, siz oyga stabil $1000 daromadga chiqsangiz bo'ladi. Xuddi shu ketma-ketlikni qilib natija qilganlar bormi? Ha, albatta bor. Buni o'zingizlar eshitishingiz mumkin. Ismim Jahongmurod, Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilganman. YouTube'ga kirib kelishim qiziq bo'lgan. Misol uchun bir ikkita videolar ko'rganman, o'zbek kanallarida ko'rardim, boshqa bo'lardi. Keyin bir ikkita videolar chiqib qolgan. Shunaqa YouTube haqida. Keyin qarayapman, ko'ryapman, YouTubedan pul topsa bo'lar ekan haqiqatdan misol uchun. O'sha paytda 14 yoshim edim, uje 15 yoshga o'tgan edim. 15 yoshga o'tgan edim. U paytda Bayram akaning Instagrami yo'q edi, YouTubedan chiqib qolgandi. Shu kanal ochish bo'yicha tekin darsi. Ko'rdim, yo'q qildimda. Keyin o'sha darsigini ko'rdim. Ko'rganimdan keyin o'sha kanal ochsa, demak, amerikanskiy YouTubedan daromad topsa bo'lar ekan degan, monetizatsiyadan daromad topsa bo'lar ekan, faqat chet el kontent deganman. Undan keyin kirib, sekin nima qilsam, haqiqatdan bir ikkita yo'nalishda montajlari yaxshi tushuntirilgan. O'sha paytda 17 tam 18 tam video darsi bor edi. O'shalar ko'rib, sekin kanallar yurgizganman. Kanallar yurgizganman, yurmagan. Keyin bitta yurmaganda, nima sabab endi yurmayapti derdim. Keyin o'rtada yana ozgina bir 5-10 kun to'xtalish bo'lgan. To'xtalish bo'lganda keyin bitta motivatsiya tashab qo'yardi Bayram aka. Bitta nimadir motivatsiya tashab qo'yardi. Shogirdlardan derdi, ketdi. Haligida yana bitta yonardida. Keyin sekin yurgizib, boshqa narsa qilib. Xullas 6 oy davomida umuman kanalni misol uchun prosmotr bo'lgan yoki monetizatsiyaga yetgan bo'lsa, apellyatsiya topshirishni bilmaganman. Bitta kanal qiynalib 4 oyda monetizatsiyaga olib chiqqanman. Keyin sekin ketib u yog'i birinchi o'sha dohod o'sha 6 oy umuman daromad olmaganman. Undan keyin o'sha 7-oylardagi dohod birinchisi $700 bo'ladi. Eslayman, shu $700 bo'lgan. Keyin yana ham motivatsiyalar oshib, dohod tushmagan, faqat ko'tarilib ketavergan undan yog'iga. 1300 bo'lgan, 1500 bo'lgan, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 bo'lib ketavergan. Qo'lit eshitganligimda o'sha natijalar tashab turgan paytimdagi rekordim 7000 edi. Bayram akana shu boshlang'ich narsalarda o'sha meni birinchi daromadimni olishga sababchi bo'lgan inson, misol uchun Bayram aka. Baribir kerak emas deydigan odamlardan ham ko'raman-da, u umuman kerak emas, o'zim qila olaman, tekin darslikni qilib yotibdi, boshqa narsa shunga o'xshagan. Baribir xatyabi, misol uchun bitta odam dushab, shu sohani biladigan odam dushab turib, maslahatlar so'rash kerak. Bunaqa shogirdlardan bizda juda ham ko'p. O'zi chiqib, YouTube bo'yicha ekspertlik qilib, soqqa qo'yotganlar ham bor va qo'shimchasiga hech kimga ko'rinmasdan panada o'zini ijodini qilib daromad qilayotganlar ham bor. Ular ichida ayollar, yosh bolalar, yosh kattalar, har xil kasb egalari bor. YouTube'ni eng foydali joyi, eng menga yoqadigan, o'zim maza qiladigan joyim, ingliz tilini bilish shart emas, yuzingizni ko'rsatish shart emas. Sizni hech kim tanimaydi. Bu kanalni kim qo'yapti, egasi kim, yo uyingizga kelib tok qilib mana shu kanalni qo'ysan demaydi sizga hech kim. Va siz hech qanaqa rahbarlarsiz, o'zingiz rahbar, xohlasangiz yotib uxlaysiz, xohlasangiz ishlaysiz. Hammasi o'zingizning qo'lingizda, o'zingizga bog'liq bo'ladi va ham moddiy erkinlikka erishasiz, ham ruhiy erkinlikka erishasiz. Mana bu eng ideal kasblardan biri hisoblanadi. Takrorlayman, bu narsani qilish uchun sizga nima kerak? Deyarli hech narsa. Oddiy telefon, internet hozir hamma joyda bor, tekin desa ham bo'ladi deyarli va vaqt. Bilaman, hozir o'sha vaqtni Instagramda oddiy scroll videolar ko'rib, boshqa narsalar ko'rib o'tkazyapsiz, o'yinlar o'ynaysiz, boshqa qilasiz. O'sha vaqtga ozgina bir limit qo'yib, YouTube'ga ozgina ajratib o'z ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, siz o'sha YouTube'da oyiga $1000 daromadga chiqsangiz, bemalol qo'lingizdan keladi. Siz videoni mana shu joygacha ko'rdingizmi? Demak, sizda o'zingiz ustingizda ishlash uchun hamma o'sha kerakli narsalar bor. Ko'pchilik video ko'rishga ham erinadi hattoki. Siz mana shu joygacha o'tkazmasdan kelganingiz o'zi, demak, siz YouTube'da daromad qilish uchun sizga kerakli bo'lgan hamma narsa borligini isbotlab turibdi. Siz bilan hozir natijaga chiqish uchun kerakli bo'lgan hamma narsani ko'rib chiqdik. Endi kafolatlangan natijaga chiqish uchun nima kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz juda ham, misol uchun, zo'r natijaga chiqish uchun yo'nalish asoslarini o'rganishingiz kerak, qilishni boshlashingiz kerak va atrof muhitni yaxshilash kerak va qo'shimchasiga sizga shu sohada professional natija qilib yurgan bitta ustoz kerak bo'ladi. YouTube asoslarini o'rganish. Endi ko'pchilik YouTube'ga kirib kelganda, to'g'ri, o'zi bu juda ham oddiy narsa, lekin
o'sha oddiy narsani ham tushunmagani uchun unda qiyinchilik tug'diradi. Va ikkinchisi qilishni boshlamaydi va o'shanga tayyorgarlik ko'rmaydi yoki atrof muhitda YouTube'ga bo'lgan qarashlari noto'g'ri bo'lgan insonlar to'planib qoladi. O'shani hisobiga unda natija uzoqlashadi. Endi siz YouTube asoslarini to'g'ri o'rganishingiz, qilishni boshlashingiz va uni mukammal tarzda davomiy qilib olib ketishingiz uchun sizga nazoratchi kerak, sizga motivator kerak. Bunaqa narsani esa sizga ustoz beradi. Ya'ni bitta narsani yaxshilab tushunish kerak. Istalgan kasbda tezroq natijaga chiqish uchun, tezroq katta daromad topish uchun albatta ustoz kerak. Istalgan yo'nalishda. YouTube'da ham xuddi shunaqa. Kafolatlangan natijaga chiqish uchun mana shu yuqorida ko'rsatgan hammasini kengaytirib, yana ham tushunarli qilib o'zimni AI YouTube kursimga joylaganman. Qaranglar-da, AI YouTube kursining ichida qanaqa modullar bor. YouTube psixologiyasi birinchi qism, ikkinchi qismi to'g'ri kontent tayyorlash, uchinchisi yo'nalishlarni tanlash, YouTube kanallarini sozlash, sun'iy intellektlar, YouTube Studio, SEO va algoritm, YouTube'dagi muammolar, monetizatsiya va AdSense, daromadni 2-3x ga oshirish. Mana shu 10 ta modul sizni kafolatlangan natijaga chiqishingizda va daromadingizni yana ham oshirishingizda yordam beradigan eng asosiy video bo'limlar, modullar hisoblanadi. Kelinglar endi har bitta modulni ichidan boshqatdan ochib sizga tushuntirib beraman. YouTube psixologiyasi birinchi modulda nimalar bor? Bu joyda siz bu modulda nimalarga erishasiz? O'qib chiqqandan keyin aynan YouTuber qanaqa psixologiyada bo'lish kerak va u qanaqa qiynalmasdan, tashab ketmasdan natijaga tezroq chiqish bo'yicha o'zini psixologik qanaqa tutishi kerak bo'lsa, hamma muammolarga yechimni mana shu yerda topsangizlar bo'ladi. Va undan keyin to'g'ri kontent tayyorlash moduli boshlanadi. Bu bizda ikkinchi modul hisoblanadi. Bu yerda ko'rayotgan dasturlaringizni shaxsan o'zim ishlatib kelyapman hozirgacha. Har bitta dasturda o'sha mukammal, o'sha YouTube'ga kerakli darajada o'rgatib, har bitta joyini sizlarga tushuntirib ketganman. Qaranglar-da, telefonda CapCut'da montaj qilish bo'yicha, PicsArt'da telefonda logotip, banner va o'sha dizayn joylarini yasash bo'yicha va undan tashqari kompyuteringizda bo'lsa, kompyuterda CapCut tayyorlash, kompyuterda PicsArt'ni ishlatish va mana bu ma'lumotlar. Undan tashqari Photoshop, o'sha dizaynerlar ishlatadigan, dizayn qilishda ishlatadigan Photoshop dasturiga va Movavi montaj dasturi, Premiere Pro, After Effects va yana bitta programma OBS ni sozlash. Bu o'sha jonli efirda YouTube'dan daromad topadiganlar uchun o'sha maxsus OBS dasturi hisoblanadi. Endi 3-modul yo'nalish tanlash. Bu yerda yuqorida ko'rsatib o'tganimdek, o'z yo'nalishlar 3 turga bo'linadi. Telefonda qilinadigan yo'nalishlar, kompyuterda qilinadigan yo'nalishlar va sun'iy intellektda qilinadigan yo'nalishlar. Endi bu bo'limda siz telefonda qilinadigan 20 ga yaqin yo'nalishni to'liq o'rganib chiqsangiz bo'ladi va kompyuterda qilinadigan 10 ga yaqin yo'nalishlarni to'liq o'rganib chiqasiz va 3-bo'limda sun'iy intellektda qilinadigan 15 ga yaqin yo'nalishlarni to'liq montajlari qanaqa qilinishi hammasini o'rganib. Umumiy hisobda 3-modulda siz 50 ga yaqin YouTube yo'nalishlarini to'liq o'rganib chiqasiz va ularda ishlash o'sha darajangizni oshirib olasiz. 4-modul YouTube kanallarni sozlash. Bu modulda siz nimaga erishasiz? Bu modulni o'rganib bo'lgandan keyin siz to'g'ri Gmail ochib sozlashdan tortib, o'sha YouTube Studioga videolarni yuklashgacha bo'lgan jarayonni to'liq professional o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va bu orqali siz o'sha 5-sun'iy intellekt moduliga o'tasiz. Endi xabaringlar bor, hozir bu sun'iy intellektni o'zini alohida kurs qilib sotishadi. Biz esa buni AI YouTube kursimizga 5-modul qilib joylaganmiz. Bu yerda oxirgi trendda bo'layotgan sun'iy intellektlarni to'liq o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin ChatGPT, Ideogram, Klingai, Suno, Gemini, Cloud, Sedansa va o'sha sun'iy intellektlardan foydalanib qilinadigan yo'nalishlarni ham mana shu joyda to'liq o'rganib chiqasiz. 6-modul YouTube Studio moduli. Bu modulda qisqa qilib aytadigan bo'lsam, siz
insonni, misol uchun inson YouTube kanali bo'ladigan bo'lsa, uni ichki tarafi, misol uchun yuragi qanaqa ishlayapti YouTube kanalingizni, jigari qanaqa ishlayapti, oshqozoni qanaqa, qon tomirlarida nima muammo bo'lyapti. Siz xuddi shifokordek, doktorday o'zingiz YouTube kanalingizni ichki rentgen qilib turib, undagi barcha ma'lumotlarni, misol uchun qatida muammo bo'layotgan bo'lsa, oldindan bilib, o'sha joyga dori qo'yish evaziga siz YouTube kanalingizni o'lib ketmasligini, yo'q bo'lib ketmasligini oldini olishni mana shu joyda o'rganasiz va mana shu moduldan keyin o'sha YouTube kanaliga birinchi tez tibbiy yordamni berish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin va bu 6-modul YouTube Studio moduli hisoblanadi. Va bizda 7-modul. Endi bu modul nimaga kerak? Tepada 6 ta modul asosan YouTube da ishlash bo'ladigan bo'lsa, endi bu modul sizni yana ham mashhurroq qilish uchun, daromadingizni yana ham oshirish uchun ishlatiladi. Va juda ham oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu modulni o'rganib chiqqaningizdan keyin sizni videongiz tomoshabinlarga doimiy rekomendatsiyada bo'lish imkoniyati yuqori bo'ladi. Sababi SEO nima deydigan bo'lsangiz, bu qidiruv sistemasi uchun YouTube kanali to'g'ri sozlashdan iborat bo'ladi videolarni. Ya'ni YouTube sistemasi o'zi butun dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadi. Qidiruv sistemasi bo'yicha kimdir YouTube ga kirib turib, nimadir deb qidirganda sizni videongiz birinchida chiqib kelish uchun qilinadigan ishlar bor. Bu degani birinchida chiqsa ko'proq prosmotr olib keladi va birinchida chiqadigan bo'lsa, o'sha daromadingiz ko'proq bo'ladi va algoritm yaxshiroq ishlaydi. Umuman olganda, algoritm tushunchasi aynan YouTube qanaqa strukturada ishlaydi, nimalarga e'tibor berish kerak, nimaga e'tibor bermaslik kerak, nimasi eng asosiy, o'sha joylarni ham mana shu modulda ishlab ko'rasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Moduldan modulga mukammallashib, moduldan modulga yana ham chuqurroq kirib boryapmiz. Xo'p, 8-modul YouTube'dagi muammolar. YouTube'dagi muammolarga mana shu 6 ta modulni o'rganish jarayonida, 7 ta modulni o'rganish jarayonida kanal ochib, o'sha muammolarga duch kelasiz va bu muammolarni siz endi o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Bu sizga nima beradi deydigan bo'lsangiz, mana shu ko'rib turgan muammolaringizni siz boshqa bir insonlarni kanallarida bajarib berib, ularga servis xizmati ko'rsatsangiz bo'ladi va bu sizga qo'shimcha daromad manbai sifatida ishlatilishi mumkin va eng asosiysi, mana bu muammolarni o'zingizning kanalingizda duch kelgan paytda boshqaga yalinib yurmaysiz, o'zingiz qilib ketaverasiz. O'shaning uchun bu 8-modulni qo'shganman. 9-modul endi bu soqqali joy hisoblanadi. Aynan mana bu joyda har bitta harakat sizga qimmatga tushishi mumkin, ya'ni noto'g'ri harakat sizga qimmatga tushadi va bu joyni siz to'liq o'zlashtira oladigan bo'lsangiz, siz pullaringizni yo'qotmaysiz. Diqqat qiling, men sanab beraman. Monetizatsiyani to'g'ri yoqish, AQSh uchun soliq ma'lumotlarini to'ldirish. Agar siz soliq ma'lumotlarini AQSh uchun to'ldirib 0 qilib qo'ymaydigan bo'lsangiz, 30% topgan pulingiz u yerda qoladi. Bu degani $1000 topsangiz, $300 Amerika olib qoladi degani. Endi qisqa qilib aytganda, bu modulni to'liq o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, topgan pulingizni tinigacha cho'ntagingizga kirib kelish uchun barcha ma'lumotlar mana shu yerda turibdi. Xo'p, endi 10-chi va yakunlovchi modul, endi o'sha yuqoridagi 9 ta modul bu o'sha sizni YouTube'da $1000 daromadgacha yetaklaydigan modullar ketma-ketligi hisoblanadi. Endi esa o'sha $1000 ga chiqqandan keyin daromadni 2-3x ga oshirish, balki 10x ga oshirib yuborish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz va ularni quyidagi ko'rib turgan mavzularda yechim qilamiz. Qanaqa yechimlar degan bo'lsangiz, maxsus sekretni joylari, auditoriya bilan ishlash, qo'shimcha axlatlar olib kirish, qo'shimcha prosmotrlar olib kirish va qo'shimcha daromad manbalari, jonli efirlar va qanaqa qilib yana ham daromadni ko'paytirish bo'yicha tavsiyalangan 9 ta darsdan iborat bo'lgan 10-modulni sizlarga tavsiya qilamiz. Diqqat qiling, tepadagi 10 ta modulni o'rganib bo'lgandan keyin siz nimalarga erishasiz? Birinchi o'rinda siz o'z YouTube kanalingizni ochib, yuritib, sozlash bo'yicha va daromadga chiqish ehtimolingizni oshirasiz va albatta nasib qilsa daromadga chiqasiz. Ikkinchi o'rinda siz bu bilimlarni o'rganib bo'lgandan keyin YouTube ekspert sifatida faoliyatingizni yuritishingiz
va boshqa bir youtuberlarga servis xizmatlari ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Va qo'shimchasiga o'sha boshqa kurslarda sotilayotgan sun'iy intellekt darslarini shu kurs ichida olib turib, siz sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassisga aylanishingiz mumkin va sun'iy intellektda videolar tayyorlashni ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Umuman olganda, men nimaga bunga uverin bu kurs eng yaxshilaridan biri deb aytayapman? Sababi 9 yillik faoliyatimni mana shu kursga jamlaganman. Va darslar qayerda va qanday tartibda o'tadi degan savol sizlarda mavjud bo'ladigan bo'lsa, darslar onlayn platformada Mentor dasturi ichida joylashtirilgan va bu joyda siz o'ta mukammal bo'lgan mentorlar, ya'ni ustozlar nazorati ostida shug'ullanasiz. Siz bittagina telefon raqam orqali ro'yxatga o'tib qo'shilib qo'yasiz va o'sha raqam orqali istalgan paytda platformaga tashrif buyurishingiz va darslarni ko'rasiz va sizga baho qo'yiladi. O'sha darsning topshirig'ini bajargandan keyin ikkinchi darsga o'tasiz. Xuddi shunaqa tartibda 150 ga yaqin darslarni ko'rib, o'rganib chiqasiz va bu jarayonda sizga yaqindan yordam beradigan mentorlar jamoasi bilan tanishishingiz mumkin. Meni boshchiligimdagi va mentorlar va bu mentorlar 3-4 yildan buyon YouTube'da yaxshi daromad qilib kelayotgan insonlar hisoblanadi va bu jamoamiz bilan, mana shu jamoamiz bilan birgalikda sizni doimiy nazoratda ushlab turib, YouTube bo'yicha, o'sha darslar bo'yicha bo'layotgan savollaringizga joyida vaqtida javob berishga harakat qilamiz. Yuqoridagi 10 ta modul, mentorlar va shuncha narsalarga qo'shimcha yana bor. Ha do'stlar, men o'zimni YouTube Secret mualliflik kitobimni yozganman. E'tibor beradigan bo'lsanglar, haqiqiy ekspert, soha eksperti o'zini kitobini yozgan bo'lishi kerak. Men YouTube Secret nomli O'zbekistonda Amerikan YouTube'ni qanaqa qilib yuritish bo'yicha kitob yozganman. Bu sotuvda yo'q va u bizani kurs o'quvchi bitiruvchilarimizga sovg'a qilinadi va qo'shimchasiga Xolitesh jamoasida ishlash imkoniyati. Men hozir jamoani yildan yilga kengaytiryapman va menga o'z-o'zidan mutaxassislar kerak bo'ladi va siz bu kursni tugatgandan keyin bizani jamoada ishlash bilan birgalikda yana ham o'sishga, daromadingizni yana ham oshirishga, ishlab oylik olishga va o'zingizni shaxsiy tanitishga erishishingiz mumkin bo'ladi. Men 9 yil davomida shuncha tajriba yig'dim va hammasini mana shu kursga oqizmay, tomizmay, juda ham sodda, xalqona tilda joyladim. Hozir siz videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, bu video chiqqan paytda hali bizda YouTube AI kursimizga qabul ochilmagan, siz birinchilardan bo'lib ro'yxatda o'tdingizmi? Siz birinchilardan bo'lib mana shu kursga qo'shildingizmi? Demak, siz birinchilardan meni diqqatim, e'tiborimda turgan inson bo'lasiz. Menga birinchi ishonch bildirgan insonlar eng asosiy diqqatimiz, e'tiborida bo'ladi va ularga ham biz birinchi ishonch, e'tiborimizni beramiz. Men ishontirib aytamanki, bu kurs sizga eng ideal kurslardan biri hisoblanadi va bu kursni tugatgandan keyin siz bemalol professional darajada o'sha YouTube'ni tushunadigan insonga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatda o'tish uchun va arzon narxda qo'shilish uchun pastda havolalar qoldiramiz. Havola ustiga bosib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, sizga yana telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etamiz. Oldindan joy band qilish sizga nima beradi? Eng zo'r narxlarda, arzon narxlarda joyingizni band qilib, kursga qo'shilish imkoniyati va bonuslar. Ishoning, bunaqa bonuslar siz ko'rmagansiz. Men mana shu studiyada o'tirib, juda ko'p dars yozganman. Ularni birinchilardan bepulga bonus sifatida qo'lga kiritishingiz mumkin. Va hoziroq ro'yxatda o'tganlar, boya aytib o'tganimdek, eng birinchilardan hozir yozildingiz, hozir ro'yxatda o'tib, hozir kursga qo'shildingizmi? Eng birinchilardan qo'shilganingiz uchun bizani doimiy diqqat e'tiborimizda bo'lasiz va sizning daromadga chiqishingiz uchun maksimum harakat qilamiz. Yozilish uchun pastda opisaniyada havola qoldiramiz. Bosib, ustiga bosib, bemalol yozib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, bizada menejerlar sizga telefon qiladi va to'liq ma'lumot beradi. Va men sizlarni hammanglarni YouTube AI kursida kutib qolaman.